Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun sarmoyasi puli haqida gaplashib o'tamiz do'stlar. Bu videoni sarmoyasi ishlayman deganlar uchun albatta ko'rish shart. O'tkazib yursangiz afsonasiz do'stlar. Xo'p, endi mana bu joyga qarayotgan bo'lsak, bu ancha yildan beri, 6 yildan beri to'lab kelayotgan o'zimizning o'sha mashhur Aviso sayti bo'ladi do'stlar. Xo'p, do'stlar, mana bu joyda men sizga aytib o'tadiganim ko'rishingiz mumkin. Misol uchun keyinroq yoki hozir ko'rishingiz mumkin. Qancha vaqt, qancha odam necha pul to'layotgani va qancha puli 24 soatda to'layotgani ko'rinib turibdi do'stlar. Xo'p, endi mana o'ngga chap ko'rsalaringiz mana bu joyda registratsiya Voyte bor. Voyte o'zingiz parolingizni va registratsiyadan o'tishdi. Xo'p, mana bu joyga login 3 tadan 15 tagacha so'z kiritasiz va Gmail kiritasiz va parol yozasiz do'stlar. Va mana bu yerda men insonman degan kepchani eshitib, mana yerda zal registratsiyadan bosib registratsiyadan o'tib olamiz do'stlar. Kepchani eshitganimizda kepchada nima deyish mumkin do'stlar? Biron bir hayvon rasmini tanlab, biron bir svetoforni, biron bir mashinani tanla deyish mumkin. Misol mana shu aytyapti. Ba'zilar ko'p savol beradi menga, "Mana shu kepchadan o'ta olmayapman, kepchani nimani tushunmayapman" deydi do'stlar. Lekin bu sarmoya sayt do'stlar. Oddiy kepchani qila olmagan odam sarmoyasi qanday ishlash mumkin deydi. Xo'p, endi qarang, siz to'g'ridan to'g'ri qaraydigan hayvon tanlang deyapti. Misol uchun mana bunisi to'g'ri, mana bunisi to'g'ri va hozir buni tanlaymiz. Xo'p, buni tanlaymiz. To'g'ridan to'g'ri qarayapti. Xo'p, bo'ldi. Ikkitani va tekshiramiz do'stlar. Xo'p, mana galочка yechildi. Mana registratsiya bosamiz. Xo'p, endi men o'zimni parolimni kiritib oldim. Hozir mana shu joyda sizlarga Aviso saytining o'z isboti bilan sarmoya ishlaganman do'stlar. Qanaqa ishlaydi bu sayt desangiz, xo'p, misol uchun mana shu yerda ko'rsatib qo'yibdi. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman do'stlar. Videoni o'tkazmasangiz manfaatli bo'ladi do'stlar. Sarmoyasiz. Qarang, YouTube'da like bosasiz, kanalga a'zo bo'l deydi. Keyin 10 sekund ko'rasiz. Yoki konkursi bor, keyin pisma bor, surfing bor. Mana hozir mana ko'rsatib o'taman. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta bo'limda ishlasa bo'ladi do'stlar. Sarmoyasiz. Endi mana shu joyda men hozir mana 4.3 butun, ya'ni 4 butun oshiq pulimda hozir chiqarib ko'rsataman do'stlar video davomida. Xo'p, undan keyin qanaqa sarmoya ishlash kerakligini ko'rsataman. Agar sizga video yoqib, biron bir videolarim sizga foyda keltiradigan bo'lsa, kanalga a'zo bo'lib, like bosib, to'rtta do'stingizga ulashib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Do'stlar, men hozir Payga kirib olaman. Pay raqamimni kiritib, Payga chiqaraman. To'g'ri bo'ldi do'stlar. Videoni o'tkazmasdan like bosib qo'llab turinglar do'stlar. Xo'p, mana do'stlar, Payga kirib oldim. Payrimdan hamma pulimni mana chiqarib olganman, ya'ni o'zimning kartamga. Kartaga Paydan qanaqa pul chiqarib desangiz, mana shu video tagida yoki o'zimning kanalimda Paydan Uzkartga yoki Humakartaga qanaqa pul chiqarish kerakligi batafsil videoda tushuntirilgan do'stlar. Video davomida ko'rishingiz mumkin. Ya'ni qanaqa ishonchli botdan desangiz, Uzchange botdan. Uzchange bot mana shu video tagida kommentariyada opsiyada bo'ladi. Xo'p, link topib olamiz, kopyulet qilib olamiz. Aviso saytiga kiramiz. Xo'p, mana videoni o'tkazmasdan to'xtatmasdan ko'ryapman do'stlar. Ko'rsatyapman. 4 rubl ustiga bosamiz, pul chiqarish uchun VBC. Xo'p, bosganimdan keyin mana Pay tanlayman. Xo'p, Payrimga o'zi Pay raqamni olishim ham shart emas ekan, chunki Pay raqamni kiritib qo'yibman do'stlar mana ekan. Afsus, kiritgan ekanman do'stlar. Xo'p, endi Pay rublda deyapti. Xo'p, mana 4.3 rublda mana bosaman. Vplat tugmachasini bosaman do'stlar. Mana yerda misol uchun tanlaydi. Pay USD, Pay rublda deymiz. Xo'p, Pay rublda tanlaymiz. Xo'p, mana buni keyin suramiz o'ngga. Mana buni o'ngga surib qo'yamiz do'stlar. Hammasini degani. Ya'ni выпроводить ползунок выправо deyapti. Xo'p, surib qo'yar ekanmiz xullas. Xo'p, keyin Vplat tugmachasini bosamiz. Mana bosdim. Mana ketmoqda do'stlar. Mana ketyapti. Mana hisobimni ko'ramiz, hisobim 0 bo'lib qoldi do'stlar. Xo'p, bu mana bu tepadagi reklama счет degani, misol uchun 10 rubldan oshiq pul tashlasangiz, biron bir o'zingiz kanalingiz bo'lsa, o'sha kanalingizni misol mana shu yerda reklama qilishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Xo'p, bu основной счет degani bizning o'zimizning mana shu joyda sarmoya ishlagan pullarimizni chiqarsak bo'ladi do'stlar. Mana qo'ydim do'stlar. Mana pul chiqarish qo'ydim. Hozir mana bu 3 ta chastani bosamiz do'stlar. Do'stlar, videoni o'tkazmasak ko'rsangiz, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, like, kommentariy, kanalga a'zo bo'lib ishlatib chiqamiz do'stlar. Xo'p, mana til tanlab o'zbekcha qilib olyapman do'stlar. Mana 3 ta chastani bosib aytyapti, mana shu yerda aytyapti. Xo'p, Payer shu kompaniyasiga 4.3 rubl to'lov muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Ishingiz uchun rahmat. Endi hozir Payga kirib ko'ramiz do'stlar. Xo'p, do'stlar, mana Payga kirdim. Hozir mana Payrimga hali qanchadir vaqtda tushib keladi. O'tgan safar 2 soatda tashlab bergan edi. Xo'p, mana o'tgan safarga tushgan, mana ko'rsatib o'taman mana rublni. Mana 4.30 mana tushgan edi. Mana
bemalol bu o'ta ishonchli do'stlar. Agar Telegram kanalim ham bor. Telegram kanalimga screenshot tashlab qo'yaman do'stlar. Agar ba'zida ishonmayotganlar bo'lsa, mana aytyapti mana shu yerda ishingiz uchun rahmat deyapti. To'liq uch muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Chunki bu yoqqa yetib kelguncha ham qanchadir vaqt o'tadi do'stlar. Xo'p, endi misol uchun bular qanaqa ishlamaysangiz, misol uchun mana vazifalar, ya'ni surfing vazifalar bo'limiga kiraman do'stlar. Xo'p, vazifalar bo'limida mana shu joyda mana 1 rubllik, misol 2 rubllik, 3 rubllik, 105 rublgacha manaki pullar ishlasak bo'ladi do'stlar. Bu do'stlar xullas ishlasa bo'ladigan sayt. Hech qanaqa hyperx emas, ertaga yopilib ketadigan sayt emas do'stlar. Bemalol ishlasak bo'ladi do'stlar. Xo'p, o'zim ham to'g'risi ishlab kelyapman. Orada pullar ham chiqaryapman to'g'risi. O'zimni paynetimga, boshqamga xarajatimga bo'lib turibdi do'stlar. Agar ishlamoqchi bo'lgan kimgadir yoqayotgan bo'lsa, mana shu milliy fan-fatli bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentar opsiyasida linki bor. O'tib ishlasangiz bo'ladi do'stlar. Buni hech qanaqa misol uchun sarmoya kiritilmaydi, hech qanaqa bir anima bo'lmaydi do'stlar. Xo'p, ishlamoq qiziqqanlar bo'lsa, ishlab ko'rishingiz mumkin do'stlar. Xo'p, mana shunaqa videolar agar sizga yoqadigan bo'lsa, agar kerak, manfaatli bo'ladigan bo'lsa, shu mana shu YouTube kanalimga a'zo bo'lib qo'yinglar do'stlar va layklar bilan qo'llab turishlar. Biron bir sizga video manfaatli bo'lsa, biz undan juda xursandmiz do'stlar. Xo'p, shuncha xatti-harakatlarimizga ham bitta layk esdan chiqmasin do'stlar. Mana shunaqa videolar. Xo'p, bu joyga endi keladigan bo'lsak do'stlar, gap cho'zilib ketadigan bo'lsa, YouTube'ga keladigan bo'lsak, misol YouTube'da aytyapti, link bo'ladi, misol uchun YouTube'ga olib o'tadi manaki. Misol uchun 10 sekundlik, o'zi deyarli hammasi 10 sekundlik videolarni shunchaki kirib ko'rasiz. Misol uchun qanchadir bu yerda buni arzon to'g'risi kopeyka beradi do'stlar. O'shaning uchun mana vazifalar degan joy yoki vkontakt mana yo'naltiruvchi bonuslar shularga kirib, ya'ni asosiy vazifalar degan joyda yaxshiroq ishlasak bo'ladi do'stlar. Hop, barchaga omad do'stlar. Kunli yaxshi o'tsin do'stlar. Mana shunaqa sarmoyasiz yoki sarmoyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ysangiz do'stlar, videolarim birontasi sizga yoqib, biron bir ishlamoqchi bo'lsangiz, bemalol ishlasangiz mumkin do'stlar. Avvalambor u o'zingizga bog'liq, albatta xohishingiz do'stlar. Barchaga omad, kunli yaxshi o'tsin do'stlar. Like, kommentar esdan chiqmasin. Hammaga rahmat do'stlar.